Kech payt Malibu 2 mashinasini olib qolgandik. Bu mashinada ozgincha DTP bo'lib qolibdi, ko'rsanglar bo'ladi. Bamperlari sinib ketgan, faralarini alishtirish kerak. Tepasi, buyoqlari miyatinada qilib, xudo xolasa kosmetika qilib turib, kraska to'ldiriladi buyoqlariga. Krilolari ham kirib qolgan, krilolarini chiqarib turib, o'zini bu yoqdagi zazorlari ham kuroslar pritik bo'lib qolgan, eshiklari ochilganda ham qirilib qolgan. Buni ozgincha surib turib, xudo xolasa sal tortib xudo xolasa deyarli holatiga keltirib beramiz. Mashina spravkalari chiqqandan keyin xudo xolasa ishlarni boshlaymiz. Bu mashinani eslab qolinglar, xudo xolasa sizlarga bitta qo'yib boramiz. Bu ikki mashinamiz ham tayyor bo'ldi. Bu mashinani oldinlarida ozgincha DTP bo'lib qoldi. Biz bunga original primer fari, tumanka, obritsovka, bamperlarini zamin qilib, pokraskalarni qilib berganmiz. Krilolarda ozgincha miyatinasi bor, miyatinani chiqarib, kapotli miyatinalarni chiqarganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi, kraska to'ldirilgan joyini 80% bilinmayapti, sababi juda ham o'tkir, singan joyi bor edi. Qo'ldan kelgancha kraska to'ldirdik. Endi pitnos sepilsa bilasizlar, bu mashinalarning narxi $8,000 gacha ham tashlashi bor. Buni do'stni ham qo'yib qo'yamiz, ko'rsanglar bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, avtoservisimizga bemalol kelaverasizlar. Mo'ykalarni qilib, xudo xolasa egalariga topshirishga tayyor qilib qo'ydik.